O'rta kecha nima bo'ldi? O'rta, nima deysan, qiz balada endi. Nimaga o'rta o'sha qizni bor, qaysarlik yoqib ketyapti menga. Yo'q. Ha, qizlar o'zi ham kelib qoldi-yu. Yur ketdi, men kumushbaqa olib ketaman. Sen o'zing bitta gaplashib ko'rasan bo'lmasa. Ketdi o'rta. Ketdi. Bu kumush. Qarindoshim. Ey, kumush menga 1 minutga qarab. Ha, bu besh xalisi. Ha, kecha kunga yetmadimi? Yo'q, yetmabdi. Yur, beraga gapim bordi. Tur. Menga qarasan, nima qilganing bu? Nima qilibman? Ha, burchakka o'tib do'pposlamasdan, bir oz sevishingni aytsang, men ham tushunardim. Menda ham yurak bor. Nima deganing bu? Qalaysiz, kollejga keldingizmi? Ha, neydi? Qiz ekansizlar, menga Instagramingizni, nomeringizni bermaysizmi? Menga yoqib qoldi. Yoqmayapsan, so'rbetdan. Chiroyli qizlarda kibr deyishardi. Ishonmas ekanman. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka, shu narsalarda darrov yuklayveringlar. Aravakasi bormi? Ha, bor. Aka, narxi 4 million 300 bo'ladi. Menga narxi qiziqmas aka. Shunga aravakasi olib tezroq yuklab yuboraylik. Va havoni issiqligini. Mana, mana ular yuklab yubor. Ha, bo'ldi, aka, hozir mana. Asha. Yeshini joyda ishlayotganda. Mana u narsa yo'q edi-yu. Aka, hozir olib tashlayman. Bir can geldi aleme vardı.